Assalomu alaykum, biz YouTube kanalimizga kuzatuvchi obunachilarimiz. Men hammom pechkamiz haqida yana qisqacha ma'lumot berib ketaman. Hozirda bizda ikki xil holatda hammom pechka chiqyapti. Ya'ni bu 3 talik bir xil, bu tomon 4 talik bir xil. Xo'p, farqini tushuntirib o'tib ketaman. Bu tomon pechkamiz balandligi 45, eniga 40 sm, uzunligi 1 metr holatda. Bu joy qismi 60 sm, o'sha uzunligi 1 metr hisobida. Xo'p, to'rlik, yonbosh to'rlik, old orqa to'rlik. Bu to'rlikdan yasalgan pechkamiz bo'ladi. Xo'p, bular narxi 1,5 million so'm chiqadi pechkani o'zining narxi. Sabab nimaga? Sabab material 100% yangi, qalinligini hisobiga ishimizga garantiya borligini hisobi. Xo'p, bu tomon pechkalarimiz, bu tomonlarimiz mana razmer ozgina farq qiladi bundan bilan. Balandligi 40 sm, eniga 35 sm, uzunligi 1 metr, uzunligi 70 sm, mana past qismida eng uzuni 1 metr 10 sm-ligi bor. Xo'p, bu suv idishlarning ham narxini aytib o'tib ketaman. Xo'p, suv idish bilan komplekt 70 sm-lik pechkamiz suv idish bilan birga 1,5 million so'm. Bular bilan 1 million 600 ming so'm. Mana eng pastdagi uzun pechkamiz bilan 1 million 700 ming so'm chiqadi. Mana hozir bu bitta pechkani ustiga ikkinchisini qo'yib qo'yganmiz. Bu suv idish, bu pechkaga ham, bu pechkaga ham bir xilda ketaveradi. Misol bu pechkalar 1,5 million so'm, suv idish bilan 1 million 800 ming so'm qimmatlashib ketaveradi. Bularda ham ozgina razmerda farq bor, tepa pasti. Nimaga? Hammani hammomning razmeri har xilligini hisobiga pechkalarning razmerini ham har xil qilib chiqaramiz. Xo'p, o'txona eshiklarini ochilib yopilishi. Buniki mana o'ng tarafga ochiladi, pastdagilar chap tarafga ochiladi. Bunaqa o'ng taraf, chap taraf qilib moslab berilaveradi. Xo'p, dastavkasiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hamma chekkasigacha dastavka qilish imkoni bor, faqat dastavkasi pulli. Qayergadir arzonroq, qayergadir qimmatroq tushadi, masofani yaqin uzoqligiga qarab, transportni borishiga qarab. Bizning manzilimiz Andijon viloyat, Xo'jaobod rayonida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqa olasizlar. O'zi biz kanalimizni kuzatuvchi obunachilar biz ishimiz sifat haqida juda yaxshi bilishadi. Xo'p, pechkalarimiz stenasini bir qator ko'rsatib qo'yadi yana. Mana bu 4 mm qalinlikdagilar. Mana ichki o'txona qismlari. Kulxonaning eshigi ham kichkina bo'lmaydi, kulxonaning eshigi ham kattagina bo'ladi. Kulini olishga muammo bo'lmaydi. Eshiklarning yopilishi mana kelib qisib, gorizontal holatda to'xtaydi, vertikal holatda mana orqaga qaytadi, oldiga orqaga qaytadi. Mana holatga to'xtaydi. O'zi qisib to'xtash joyi bor buni. Bularning o'txonasi, bularning o'txonasi endi kichikroq nisbatan, chunki pechkani hajmi kichkina. Suv idishlarimiz, suv idishda litrini aytib o'tmayapman. Suv idishimiz litri 50 litrdan boshlab ketaveradi. Kimgadir bundan kichikroq ham, kimgadir bundan kattaroq ham qilib berishimiz mumkin. Zakaz asosida. Hammom pechkamiz faqat bu emas, hozirda bizda наличие bo'lib turgani faqat shu. Qiziqib, imini olmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdan yozadigan bo'lsa, mana shu nomerlarda Telegram bo'ladi. Ularga yana boshqacharoq versiyalari bor. Bunaqa shaklda emas, umuman boshqacha shaklda. Ya'ni Yevropa standartiga deydi-yu, shunaqa holatda bo'ladi. Pechkalarimizni yonbosh orqa taraf ko'rinishlari. Ikkiga yana bitta farq bor. Bu pechkalarimiz 40 sm, endi 40 sm, balandligi 45 sm bo'lgan. Lekin bularda shapka yo'q mana. Tekis holatda svarkani o'zi ketgan, svarkasiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bularda 2 sm dan shapka chiqarilgan. Nimaga? Buni ham o'zini qurib ketayotganda joyiga qarab moslab ketilinadi. Shuni hisobi bor. Xo'p, ustida tosh teradigan yo'q bo'lardi ichkarisini. Buni nimaga? Chunki pechkani oladigan klientimiz devorning qalinligini aytadigan bo'lsa, masalan, bu yerga devor tushadi-da, bundan bu yoq hammom ichiga kiradigan bo'lsa, devor tushadigan joyiga devor razmerini aytib beradi, undan bu yoq yana tosh teradigan qilib berishimiz mumkin. Tosh teradigan balandligini 20 sm ga chiqarib beramiz. Shunaqa holat. Suv idishlar ham absolyutni yangi list bo'ladi, eski list bo'lmaydi. Temir bo'ladi, nejeka bo'lmaydi bizda. Holat shunaqa. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Kelishilgan holatda yetkazib ham beriladi, olib borib ham beriladi.